Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshılaymiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xitoy islom dunyosidagi ta'sir kuchini zo'raytirish urinishlarini davomlashtirmoqda. Xitoy bir tarafdan islom dushmanligi siyosatini qattiq ijro qilsa, yana bir tarafdan islom dunyosidagi ta'sirini zo'raytirishga urinayotgan bo'lib, yaqinqi harakatlari bu nuqtani aniq ko'rsatib bermoqda. Xitoy xalq to'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy Pokistonning 2 nafar olam uchquvchisini tanlab, Xitoyga akilib mashq qildiradigan bo'lib, bu qaror 23-aprel o'tkazilgan Shenzhou 20-nomerlik odamlik olam kemasining uchish vazifasi to'g'risidagi axborot e'lon qilish yig'inida uqtirilgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, bu yil 2-oyning oxirida Xitoy bilan Pokiston ikki taraf hamkorlik kelishimi imzolagan bo'lib, Pokistonning olam uchquvchilarini tanlash xizmati boshlangan. Dastlabki tanlash Pokistonda qayta tanlash va bekitish xizmati Xitoyda bo'ladi ekan. Eng oxirida 2 nafar Pokiston olam uchquvchisi tanlanib, Xitoyga kelib mashqqa qatnashtiriladi ekan. Bulardan sirt Ozarbayjonning Naxchivan shahri bilan Urumchi shahri qarindosh shahar qilib bekitilgan bo'lib, ikki taraf hamkorligini texnik cho'nqurlashtirish haqida kelishim imzolangan. Ozarbayjon prezidenti Ilham Aliyev 22-apreldan 24-aprelgacha Xitoyga ziyoratga borgan bo'lib, 23-aprel bu kelishim imzolangan. Xabarda bu hamkorlikning ikki shahar o'rtasida iqtisod, ma'arif, madaniyat qatorliq sohalardagi hamkorlikni texnik quyuqlashtiradiganligi da'vo qilingan. Halbuki Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan bir paytda mazkur kelishim Xitoyning jinoyatlarini pardozlashiga hassa qo'shgan bir harakat bo'lgan. Xitoy turli hiyla-nayrang taktikalari bilan islom dunyosidagi ta'sir kuchini zo'raytirish orqali bir tarafdan iqtisodiy, siyosiy manfaatga erishsa, yana bir tarafdan Sharq Turkistondagi Uyg'urlar boshliq turkiy xalqlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirish, musulmon ellarni sukut qildirish maqsadiga yetishga urinmoqda. Qumul shahrida yana bir oltin kon bayqaldi. Xitoy Sharq Turkistonning tabiiy boyligini bulantalan qilishni davomli kuchaytirayotgan bo'lib, yaqinda Qumul shahrining Iverg'ol rayonida o'rta darajalik bir oltin kon bayqalgan. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining 24-apreldagi xabarida bildirilishicha, mazkur oltin konining rudi miqdori 3.672.100 tonna, oltin miqdori 5.858 kilogramm bo'lib, har tonna rudi tarkibidagi oltin darajasi eng yuqori bo'lganda 40 grammga yetadi ekan. Bu oltin konning ko'lami o'rta tipdagi oltin kon qatorida ekan. Qumul shahrining Iverg'ol rayonidagi Yemachan G'arbiy kon rayonining echish huquqi Sharq Turkistondagi boshqa barliq kon rayonlariga o'xshash Xitoy shirkatiga berilgan bo'lib, Shibu oltinchiligi Qumul oltin keni cheklik mas'uliyat shirkati 2016-yildan tortib bu kon rayonida chorlashni boshlagan. Xabarda qayd qilinishicha, hozir Qumul shahrida boylik miqdori tekshirib aniqlangan qazilma boylik kenidan 486 bor ekan. Buning ichida metal boyligi miqdori 1.240.000 tonnaga yetgan bo'lib, butun Sharq Turkiston metal boyligi umumiy miqdorining 64.2% ni egallaydi ekan. Xitoy navbatda Sharq Turkistonning turli boyliklarini talon-taroj qilish jinoyatini har jihatdan kengaytirayotgan bo'lib, bu harakatlarini Xitoyning energiya boyligi bexatarligiga kafolatlik qilish iborasiga bog'lab tashviq qilmoqda va plan yo'l yo'riqlarini bu asosda davomlashtirmoqda. Xitoyga josuslik qilgan harbiy xodim 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Amerika quruqliq armiyasining bir istixborot analizchisi Xitoyga josuslik qilish jinoyati sababli 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Fransiya agentligining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Amerika quruqliq armiyasining eng yuqori maxfiyatlik ruxsatiga ega harbiy xodimi Corbin Schultz bultur 3-oyda qo'lga olingan bo'lib, Amerikaning qurol yarog' sistemasi, harbiy taktikasi va strategiyasini o'z ichiga olgan sezgur uchurlarni Xitoyga ta'minlash bilan ayblangan. Keyin u bu jinoyatlarni e'tirof qilgan. Ayni vaqtda Amerika Adliya ministrligi bayonot e'lon qilib, Schultzning davlat mudofaa uchurlariga erishish va oshkorlash, mudofaa uskunalarini va aloqador texnika sonliq ma'lumotlarni boshqa davlatga ruxsatsiz ta'minlash, xodimlarga pora berish qatorliq jinoyatlarni e'tirof qilganligini bildirgan.
23 aprel mazkur harbiy xodimga hukm e'lon qilingan bo'lib, jinoyatlari uchun 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Amerika Federativ tekshirish idorasining boshlig'i Kash Patel bu haqda to'xtalib, bu hukm davlatga osiylik qilgan kishilarga shuni aniq ogohlantirdiki, siz buning uchun ig'ir badal to'laysiz degan. Hujjatlarga asoslanganda Shultz Hong Kongda yashaydigan Xitoy rejimi bilan aloqasi bo'lgan bir kishiga Amerikaning 10 necha sezgur harbiy hujjatini setib bergan. Mazkur harbiy hujjatlar Ukraina-Rossiya urushi, Tayvanni qo'g'dash, Koreya va Filippindagi harbiy manevr qatorliq masalalarga, shundaqla Amerikaning turli harbiy sistemasiga aloqador ekan. Yaqinqi yillar mobaynida Xitoyning ko'plagan davlatlardagi xalqaro tashkilotlardagi josuslik harakatlari va aloqador shaxslar orqa-orqadan fosh bo'layotgan bo'lib, josuslik tori davlatning eng yuqori darajalik organlaridan tortib muhojiratdagi Uyg'ur tashkilotlarigacha tutashgan. Turkiya bilan Amerika iqtisodiy va strategik munosabatini cho'nqurlashtirmoqda. Turkiya Moliya ministri Mehmet Şimşek Washingtonda Amerika Moliya ministri Scott Bessent bilan ko'rishib, Amerika bilan bo'lgan o'zaro savdo, mablag' selish va davlat mudofaasi hamda energiya sohalaridagi rayonlik hamkorlikni oshirish to'g'risida suhbatlashdi. Turkiya Ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Turkiya Moliya ministrligi bayonot e'lon qilib, Turkiya Markaziy bankisi boshlig'i Fatih Qaraxon qatnashgan suhbat yig'inining ijobiy kayfiyatda o'tganligini, suhbatning mablag' selish, savdo, qatnash va energiya qatorliq muhim sohalardagi hamkorlikni kuchaytirishga markazlashganligini, ministr Şimşekning davlat mudofaa sanoatida ikki taraflik hamkorlikqa to'sqinlik qilayotgan hozirgi cheklamalarni bekor qilishning muhimligini ta'kidlaganligini bildirgan. Turkiya vakillari o'miki Turkiyaning davomlashayotgan iqtisodiy muqimlikni kafolatlantirish tirishchanliklari haqida tafsiliy ma'lumot bergan. Taraflar yana rayon xarakterlik jiddiy masalalarni muzokara qilgan. Turkiya amaldorlari Suriyaga yurgizilayotgan embargolarning bekor qilinishi kerakligini o'tirg'i qo'ygan hamda Turkiyaning Ukrainada urush to'xtatishni nishon qilgan navbatdagi davomlashayotgan diplomatik tirishchanliklari haqida suhbatdoshlarga ma'lumot bergan. Her iki davlat hukumati ikki taraflik savdo summasini 100 milliard dollar saviyasiga yetkazish va'dasini ta'kidlagan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.